autizm tashxisli bola kelsa, har doim pedagogga onaga mosini olish kerak yoki ona bo'lmasa o'sha bolani eng yaqin insoni bilan keladi har doim. O'shanga yaqin odamni tanlab turib, o'sha odamga asosiy o'qituvchi qilib turib, keyin yoniga qo'shimcha yana 4 ta qaysidir o'qituvchini bersangiz, o'sha asosiy o'qituvchi o'sha timsolga aylanib olish kerak. Biza har doim bolaga katta bitta shokoladka olishimiz kerak. Bizaga qarasa shokoladka ko'rgandek bo'lish kerak. Demak, yana o'sha pedagog tanlagandan keyin bizaga keladigan onalar, bizning Nurafshon markazi bilib kelishadi. Pedagoglar familiyasi, oti, necha soatdan, qachon ishlaydi, qachon dam oladi, hammasini bilib spiska bilan kelishadi. Nima, конечно, sani bolangga shu pedagog kerakligini tushuntirib beraman. Nima uchun kriteriyim shu. Yana aytamanki, yana siz agar xohlasangiz, mana shu joylarda filiallarimiz bor. Eng zo'r yo'li deyman, borib o'sha yerdagi ota-onalardan otziv oling deyman. Qaysi pedagog yaxshi, sizni bolangizga kim yoqadi, borib o'tiring. Chunki inson o'zini farzandini tavakkal qilib beradi-da. To'g'risi. Oladimi, olmaydimi, gapiradimi, gapirmaydimi bilmaydi-ku. Qalbidagi gavharni topshiradi-da sizga. O'shaning uchun undan ko'ra markazga borib bir kun vaqtini ayamasdan o'tirib kuzatish kerak. Hamma yoqda kamera bor bizda. Kuzatsin. Pedagoglarim, har doim aytaman, pedagoglarim qanaqa chiqadi, kim bilan ota-onalar bilan qanaqa gaplashyapti. Kim yoqsa yuragingiz jiz etgan joyga boring. Birinchidan konsultatsiyada yuragi jiz etish kerak, shu yerga beraman deyish kerak. Ikkinchidan pedagog yoqish kerak. Har doim aytaman, uchala filialga boring-da, xonalarni joylashuvi, qayerda qanaqa условия ko'ring, qat yoqsa boring. Uchala joyda ham o'zim borman.